Xususiy mikrobiologiya, fekal oral, ya'ni fekal og'iz orqali yuqadigan mikroorganizmlar haqida tushuntiriladi. Birinchisi, mavzu rejasi fekal og'iz, ya'ni fekal oral yuqish yo'li mexanizmi bilan o'tadigan yuqumli kasalliklar, bakterial ichak infeksiyalari, virusli ichak infeksiyalari. Umumiy olganda fekal og'iz, ya'ni fekal oral infeksiyalari bu asosan fekal, ya'ni najas, oral, ya'ni og'iz orqali odamda masalan og'iz orqali kirgan infeksiya ichaklar orqali tushib, najas orqali tashqariga chiqib, yana og'izga tushishi. Ya'ni u qanday? E, Masalan, ifloslangan qo'l, hojatxonaga borgandan keyin qo'lni yuvmaslik, chala yuvishlik yoki nima desa bo'ladi, meva chevalarni toza yoki yaxshilab yuvmaslik, sanitariya qoidalariga amal qilmaslik, ovqat qilishda, umumiy ovqatlanish joylarida degan narsalar bor, o'shalarga amal qilmaslik oqibatida mana shu ichak infeksiyalari kuzatiladi. Eng asosiysi, ichak infeksiyalari ko'pincha nima deydi, yilning issiq fasllarida, yoz va kuz mavsumlarida ko'proq kuzatiladi. Demak, bugungi mavzularimizda mana shu infeksiyalar haqida tushuntiriladi. Escherichia, salmonella, ya'ni qorin tipi va paratif, dizenteriya va vabo, ya'ni xolera kasalliklari. Masalan, xolera bu o'ta xavfli yuqumli kasalliklar toifasiga kiradi. Umumiy olganda, ichak infeksiyalarining kirish darvozasi bu og'iz bo'lib hisoblanadi. Bu og'iz orqali tushgandan keyin ba'zilari ichakda, ya'ni ingichka ichakda, ba'zilari yo'g'on ichakda, masalan, dizenteriyalar yo'g'on ichaklarda parazitlik qilishi mumkin. Demak, ularda hammasida mana shu ichak infeksiyalarining hammasida deyarli bir xil klinik belgilar kuzatiladi. Ya'ni qayt qilish, ko'ngil aynishi, ichki ketishi yoki ich qotishi, najas rangining o'zgarishi, masalan, vabo kasalligida ichki ketishi suvsimon, ya'ni guruchning yuvindisiga o'xshash, ya'ni guruch suvini yuvgan vaqtimizda qanaqa suv chiqadigan bo'lsa, o'shanga o'xshash ichki ketish kuzatiladigan bo'lsa, dizenteriyada yiringli, yashil yoki qonli holatlarda najas chiqishi mumkin. Salmonellada ham xuddi shunaqa yiringli yoki yashil rangdagi yoki e, qon bilan aralashgan holatdagi najaslar paydo bo'lishi mumkin. Demak, bu bizni yuqumli kasallikka tashxis qo'yayotgan vaqtimizda juda ham ahamiyatli klinik belgilardan biri hisoblanadi. Mana shu kasalliklarni hammasida tekshiruv uchun olinadigan namuna deymiz, ya'ni tekshiruv materiali bu eng asosiysi najas. Undan keyin qusiq massa olinishi mumkin. Agar qayt qilgan bo'lsa, ba'zi vaqtlarda bo'ladi oshqozon yuvindisi, agar oshqozon yuvilgan bo'lsa, ba'zi holatlarda bo'ladi orqa chiqaruv teshigidan saskop deb aytiladi, ya'ni surtma olinishi mumkin ba'zi holatlarda. Demak, mana shular orqali olingan materiallarimiz orqali mana shu kasalliklarga tashxis qo'yishimiz mumkin. Demak, e, bugungi o'rganish sxemamizda mana shu kasalliklarning eng birinchisi taksonomiyasi, ya'ni joylashuvi, sistematikasi, morfologiyasi, tuzilishi, shakli, o'sish jarayoni, odamga yuqish, e, nima deydi, xususiyatlari, ya'ni epidemiologiyasi, odam organizmiga kirgandan keyin qanday klinik belgilarni paydo qiladi. Undan keyin mikrobiologik diagnostika, ya'ni mana shu kasalliklarga qanday diagnoz qo'yishimiz mumkin. Mana shular haqida gaplashiladi. Va albatta nima bo'ladi? Davolash. Mana shu kasalliklarni qanday davolashimiz mumkin va oldini olish chora-tadbirlar. Mana shu kasalliklarga kasallanmaslik uchun nimalarga ahamiyat berishimiz kerak. Mana shular haqida gaplashiladi. Umumiy olganda bakteriyalar ichak infeksiyalar, Escherichia mana jadval bo'yicha ko'rishingiz mumkin. Escherichia qanaqa ko'rinishda, Shigella, Salmonella, vibrionlar, masalan, 5-chidagi vabo vibrionlari shaklida bo'lishi mumkin. Ya'ni buralgan yoki nima deydi, virgul shakllarida bo'lishi mumkin. Mana shu tomonlari bilan bir-biridan morfologiyasi tomonidan farqlanadi. Bu judayam diagnostik ahamiyatga ega. Agar biz buni mikroskopiyasini ko'rgan vaqtimizda bu infeksiyalarni farqlashimiz uchun ahamiyatli hisoblanadi. Enterobakteriyalarning umumiy belgilari morfologik birligi, spora hosil qilish qobiliyatining yo'qligi, spora hosil qilmaydi, gram
manfiy deydi, ya'ni gram minus bo'yaladi. Gram usuli bilan bo'yalgan nafas olishning fakultativ anaerobligi, saxarali xususiyatlarining mavjudligi, ya'ni uglevodlarni parchalash xususiyatlarining bir-biriga o'xshashligi, bir-biridan ba'zi tomonlardan farqlanishi, ba'zi umumiy antigen tuzilmalari, masalan, O antigen, H antigeni va K antigenlarining bir-biriga yaqin va o'xshash bo'lishi bilan bir-biriga yaqinligi bor. Infeksiyalarning ya'ni umumiy xususiyati bu fekal og'iz yo'li orqali yuqishi. Ichak infeksiyalari, ya'ni enterobakteriyatsiya oilasi Escherichia, Salmonella va Shigellalar kiradi. Ya'ni bularga nimalar kirishi? Birinchi Escherichia, ya'ni eng ko'p tarqalgan usuli bu Escherichia coli. Ya'ni E. coli deb ham aytiladi. Escherichia colining antigen strukturasi va virulentik faktorlari bu uni antigenlar hisoblanadi. Uchta antigeni bor: O, H va K antigen. O antigeni bu somatik antigen ham deyiladi. Bu eng asosiy diagnostik ahamiyatga ega. H antigeni bu xipchinlariga bog'liq holatdagi antigen. K antigeni bo'lsa hujayra devoridagi bor bo'lgan antigeniga aytiladi. Ya'ni kapsula antigeni deb ham aytiladi bu narsani. Ichki etish asosiy belgilari, Escherichia kolida asosiy belgilari ichki etishi, ya'ni bu nima bilan bog'liq? Enterotoksini, ya'ni egzo va endotoksinlari tomonidan yuzaga keladi. Egzotoksinlari bu o'sha tomon, ichak tomonidan shimib olingandan keyin uning tuz va suv almashinuvini buzadi va oqibatda ichki etishga, ya'ni diareyaga sababchi bo'lishi mumkin. Endotoksinlar lipoprosakarid xususiyatga ega, rezistentligi Escherichia coli oilasining boshqa a'zolariga nisbatan tashqi muhitda judayam nima desa bo'ladi, judayam chidamli hisoblanadi. Ya'ni tashqi muhitda, suvda, oziq muhitlarda, oziq moddalarda, oziq-ovqat mahsulotlarida uzoq muddat saqlanishi mumkin. Epidemiologiyasi asosan bu yerda infeksiya manbai bu kasallangan odam bo'ladi, lekin ba'zi holatlarda ifloslangan buyumlar, nima deydi, chorva mollari, suv bo'lishi mumkin. Hayvonlarga masalan parvarish qiladigan kasb egalari bor, chorvadorlar, veterinarlar, cho'ponlar bo'lishi mumkin, suv sog'uvchilar bo'lishi mumkin. Bu kasallikka tez-tezdan berilish ehtimoli bor. Ichki coli organizmda tarqalishini ko'rishingiz mumkin. Og'iz orqali kirgandan keyin oshqozonga va undan keyin ichaklarga borib, u yerdan najas orqali tashqi muhitga chiqarib o'tiriladi. Escherichia colining patogenezi, bu yerda enterotoksinning organizmga ta'sir mexanizmi ko'rsatilgan. Bu yerda bu ham xuddi shunaqa, ya'ni patogen mexanizmlarning qanday amalga oshirilishi, organizmga kirilishi, undan keyin unda qanaqa patologik jarayonni yuzaga keltirilishi degan narsalar ko'rsatilgan. Maxsus davosi va oldini olishi, davolash sifatida albatta bakteriyalar uchun eng birinchi bu antibiotiklar foydalaniladi. Antibiotik foydalanishdan oldin albatta uni qaysi antibiotikga sezuvchanligini aniqlab turib amalga oshiriladi. Keyin davolash maqsadida, ya'ni faglar, ya'ni bakteriya faglar yordamida ham amalga oshirilishi mumkin. Uni keyin oldini olish maqsadida iloji boricha sanitariya qoidalarga qilish, tozalikka e'tibor berish, suvlarni qaynatib ichish, meva va poliz ekinlar yoki sabzavotlarni iloji boricha yuvib iste'mol qilish tavsiya qilinadi oldini olishda. Salmonellalar, Enterobacteriaceae, Salmonella, Salmonella enteritica deyiladi. Ya'ni bularning turlari bor. Masalan, qorin tifi, Salmonella tifi, paratifini olib keladigan bo'lsak, Salmonella paratifi A, B turlari farqlanadi. Salmonellalar, ya'ni tuzilishi jihatdan uchlari yumaloq, harakatchan, ya'ni periferik joylashgan xipchinlarga, ya'ni butun tanasi bo'ylab joylashgan xipchinlarga ega bo'ladi. Gram manfiy bo'ladi, spora hosil qilmaydigan tayoqcha shakldagi bakteriyalar bo'lib hisoblanadi. Eng asosiy qo'zg'atuvchilari bu Salmonella typhimurium. Endi qarang, bu yerda zooantropologiyada ham odam ham hayvonlarda uchrashi mumkin bo'lgan. Haifa, Anatom, Panama va Infantis degan salmonella turlari asosiy parazitlik qiladigan turlar hisoblanadi. Antigen strukturasi Vo va H antigeni. Vo ya'ni somatik antigeni, ya'ni termostabil deyiladi. Termostabil antigen hisoblanadi. H antigeni bo'lsa termolabil, ya'ni xipchinlarda joylashgan antigen hisoblanadi. Asosiy manbai bu zararlangan moddalar, suv, ifloslangan qo'l yoki masalan chang yoki to'zon, ya'ni antisanitariya holatdagi yuzalar deyiladi va masalan ovqat tayyorlash yoki shunaqa joylarda antisanitariya, sichqon yoki kemiruvchilarning ko'payishi ham asosiy sababchi bo'lishi mumkin.
Patogenezda asosan ichak orqali so'rilgandan keyin asosiy klinik belgilar, ya'ni ich ketishi, oshqozonda og'riqlar bo'lishi, haroratning ko'tarilishi, qayt qilish, ko'ngil aynishlari kuzatilishi mumkin. Mana o 7-14 kungacha klinik belgilar yashirin holatda inkubatsiya shakli bo'ladi. 40 gradusga harorat, gastroenterit. Bunda bor narsalar populyöz dog'li toshmalar, ya'ni bunda terida dog'li toshmalar kuzatilishi mumkin. Bradikardiya, yurak urishining kamayishi, bosh og'rig'i, immunitet barqaror davom etadi deydi, lekin bu kasallikda ba'zi adabiyotlarda yozilgan qayta kasallanish kuzatiladi deydi. Davolash sifatida antibiotiklar, dorivor faglar va oldini olish uchun albatta nima qilish kerak bo'ladi? Sanitariya qoidalariga amal qilish, mevalarni yuvib yeyish, qorin tifiga qarshi kimyoviy vaksina Э, kiritish degan narsa bor. Bu ham demak maxsus profilaktika bo'lib hisoblanadi. Lekin parativda maxsus profilaktika yo'q. Shigellalarning to'rtta turi asosan odamlarda parazitlik qiladi. Dizenteriya, Flexneri, Boydi va Zonni degan turlari. Shigellalar gram manfiy, tayoqcha shaklidagi harakatlanmaydigan bakteriyalar bo'lib hisoblanadi. Infeksiyani manbai mana shu ifloslangan suv, qo'llar, sut va sut mahsulotlari bo'lishi mumkin, ifloslangan oziq-ovqat mahsulotlari bo'lishi mumkin va eng asosiy tashuvchilari bu nima deydi? Pashshalar. Ya'ni masalan ifloslangan musorga, go'ng deymiz yoki axlatlarga qo'ngandan keyin yana oziq manbalarga qo'nadigan bo'lsa, bu odam ichagida infeksiyalar paydo bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin. Antigeni O va K antigeni bor. Bunda patogenik omillari bu pili, ya'ni yopishish omillariga ega bo'ladi. Rezistent epidemiologiyasi asosan bu yerda infeksiya manbai kasallangan odam hisoblanadi. Immunitet dizenteriya bilan kasallangandan keyin turga xos bo'lgan juda beqaror, ya'ni uzoq bo'lmagan, turg'un bo'lmagan immunitet shakllanadi. Endi vabo o'ta xavfli yuqumli kasalliklar toifasiga kiradi. Vabo vibrionlarni chaqiradi. Vibrio xolera, ya'ni vibrio eltor, xolera degan shtammlari bor. Bengal degan turlari bor. Bular odamlarda o'tkir nima deydi, suv yo'qotish bilan, suvsizlanish bilan kesiladigan o'ta xavfli kasallik toifasiga kiradi. Odamlarda bu mana shu vaqtgacha ba'zi adabiyotlarda yozilgan 8 marta pandemiyasi bo'lgan, juda ham ko'plagan odamlar hayotiga zomin bo'lgan deyiladi. Demak, bu odamlar orasida tez tarqalish xususiyatiga ega. Asosiy tarqalish yo'li bu ifloslangan suvni iste'mol qilish. Klinik belgilari bo'lsa, bu suvsizlanish bo'lib hisoblanadi. Uyga vazifasi sifatida mana shu prezentatsiyada mavzularni yana bir o'qib chiqamiz, qo'shimcha ma'lumotlarni kitobdan ko'rib chiqamiz va mana shu savollarga javob berib o'zimizni tekshirishimiz mumkin.